Assalamu alaykum aziz vatandaşlar. Bugün Avrupa Parlamentoda tarihi bir vakaya, tarihi bir günge şahit bulduk. Bu 2025 yılı Avrupa Parlamentoda tuncu qatim Uygurlar hakkında bir kararının kabul kılınışı bulundu. Hazırgıcı bo'lgan vaqtda Avrupa Parlamentoning Strasburgda Uygurlar hakkında Uygur erkek qirg'inchiligini qabul qilg'izishga o'xshaydigan nurg'unlagan qarorlar qabul qilingan. Ama vatandaşlarımızın xabardor bo'lgandek 2 ayning 27 günü 40 nefer qarindishimizni Tayland hükümeti xalqaro besimga qaramay Xitoyga qaytarilgandan keyin biz bu yerda Avrupa Parlamentiga Uyg'ur do'st guruhi va Avrupa Parlamentidagi do'stlarimiz bilan bu masalaga nisbatan bir inkas qaytarishini, buningga Avrupa Ittifoqining, Avrupa Parlamentining bu masalaga nisbatan jiddiy harakat qo'llanishini talab qilib bir qator faoliyatlarni olib borgandik. Eng oxirida to'nögün, ya'ni 3-ayning 12-kunisi Avrupa Parlamentining Strasburg markazida parlament a'zolari 40 nefer Uyg'urni Xitoyga qaytarilganlik münasibetten Tayland hükümetini qattiq tanqidlaydigan, Xitoy hükümetinin ularga adolatli muomala qilishini, xalqaro qonunlar doirasida muomala qilishini talab qilgan bir qaror loyihasi muzokara qilingan. Bugün deganda 3-ayning 13-kunisi mana bir qancha minut ilgari bu qaror loyihasi Avrupa Parlamentida ovoz qo'yildi. 620 ga yaqin parlament a'zosi ovoz berdi. 60 ga yaqin parlament a'zosi tarafsiz qoldi. Buning ichida 482 nefer parlament a'zosi bu qarorni qo'lladi. 58 parlament a'zosi bu qarorga qarshi chiqdi. Shunday mutlaq ko'p sondagi ovoz bilan bu qaror tasarrufi qabul qilindi. Demak, bu Uyg'ur davosi uchun bugungi kunda butun dunyoda masala boshqa tarafga, Ukraina, Rossiya so'qashlariga, Isroil va Hamas so'qashlariga va bunga o'xshaydigan masalalarga diqqat tortayotgan bir vaqtimizda bugun Avrupa Parlamentida mutlaq ko'p parlament a'zolarining o'y birligi bilan bu qarorning qabul qilinishi Uyg'ur davosining yana bir qatim xalqaro sahnada ovoz chiqarishiga